Amerikaning shafqatsiz tulporlaridan biri Ford Mustang GT. Men doim aytaman, Mustang bu xarakterli tulpor. Bu mashina iqtisod uchun emas, bu mashina qanaqadir statistikalar uchun emas. Bu monster hamma narsani chetga surib maksimal ruldan kayf olib haydash uchun. Mustangning avvalgi avlodlari asosan Amerika bozori uchun chiqarilardi, lekin bu Mustang esa global bozor uchun chiqarilgan birinchi modelning 2018-yilda taqdim qilingan yangilangan versiyasi. Uning rul, tormoz tizimi, shassi va xavfsizlik texnologiyalari global bozor standartlariga moslab qayta ishlangan. Dizayni esa zamonaviy, lekin ildizlarini unutmagan. U xuddi o'ljasini poylab turgan maxluqqa o'xshaydi. Kuzov proporsiyalari maxsus shunday ishlanganki, old qismi og'ir va agressiv, orqa qismi esa xuddi uchishga tayyor raketa korpusidek. Kengaytirilgan arkalar ostidagi 19 dyumli shinalar asfaltlarni silkitishga tayyor maxluq panjalaridek. Eng muhim jihati uning orqa tomonidagi 300-likli klassik stoplari. Bular esa Mustangning har yerda tanitadigan asosiy quroli hisoblanadi. Bu yovvoyi tulporda 5 litrli atmosfernik Coyote V8 motor turadi. 460 ot kuchi, 529 Nm, maksimal tezligi 250 km/s. 0 dan 100 gacha esa atiga 4 sekund. Unda gazni bosib tezlaganingizda xuddi jilovi bo'shalib, marraga otilgan yovvoyi tulporni his qilasiz. Eng muhimrog'i bu motorning xarakteri. U baland oborotlarni yaxshi ko'radi. Ovozi filtrlanmagan va har aylanishda haqiqiy vahshiy V8 nima ekanini sizga ko'rsatib qo'yadi. Siz ko'rib turgan bu Mustangning bunday monster motorda va idealniy holatdagisi O'zbekistonda chiqsa 2 dona yoki 3 dona chiqadi. Lekin men buni sotmen deb Oybek akamga tushuntira olmayapman. Aka, uni buni qo'ying. Obzorni prosta yorib yordingiz. Men chetdan kuzatib turib maza qildim. Sizlar ham maza qilgan bo'lsanglar, bitta like bosib qo'yinglar. Bu apparatni sotishdan maqsad bundan zo'rini ko'rib qo'yganman, aka. Bu benzinda uchadi, moyda ham yetsa kerak. Aka, Fuchs moyi bor ekan, mashina maza qiladi. Toza nemis moyi bo'ladi. Titan prisatkasi bor. Bu prisatga patent qilingan, ya'ni boshqa moyda yo'q. Motor ishlashini yanada yumshoq qilib, zo'r qilib beradi. O'zbekistondagi serozniy apparatlarga hozirgi kunda faqat Fuchs quyiladi.